Assalomu alaykum Gollandiyadagi jamoat. Biz ahamiyat bir kun nomida bir kunlik faoliyat qilmoqchi. Bir kun xo'shal o'tkazish bilan qolmay, asosiy maqsadimiz yosh o'smirlarimizni jalb qilarlik mazmunlar orqali ularningmi bundan keyin texmo xo'shal, rangdor, umidvor, o'zaro hamkorlasha oladigan va o'z millatiga foydali ishlarni qilishga intiladigan bo'lishida dastlabki qadamni besishiga turtki bo'lish. Mazmunlarimiz mo'l bo'lib, mazmunlar uşaqlar kategoriyasi, yosh o'smirlar kategoriyasi va universal workshop va san'at kategoriyasi bo'yicha elib beriladi. Tafsilot uchun to'r betimizga qarasangiz bo'ladi. Faoliyat bekali, tamoq setiladi, cho'ng sport zalida elib beriladi. Vaqti 6-oyning 9-kuni. Ammo texnik muqimlashtirilmadi. Muqimlashtirish uchun sizlarning fikringizlarga qaraymiz. Agar biz ko'zlagan son chekiga yetgudak odam kelmasa, bu faoliyatni jafo va chiqim tartib o'rinlashtirishning hojati yo'q deb qaraymiz. Vay voy, bunu to'ldirmasaqmi bola? Udul bağsak bo'lmadimi? Buning uchun sizlarning fikringizlarni oson va digital elish uchun Gollandiyada o'sib yetilayotgan o'rta oliy maktabda o'qiyotgan yosh o'smirlarimizdan bir qanchalarning tirishib hozirlagan tizimlash fikr elish to'r bitiga marhamat qilishingizni va o'z fikringizni berishingizni chin dilimizda umid qilamiz. Qani marhamat. Bir kunlik faoliyatga cho'qim kelinglar. Sizlarni ishinglarni tizimlashni unutib qolmanglar. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Sizlarni 6-oyning 9-kunisi bo'lgan faoliyatimizga chin ko'nglimizdan taklif qilamiz. Kep qatnashib berishinglarni umid qilaman. Allohga omonat. Assalomu alaykum vatandoshlar. Hammanglarni 6-oyning 9-kunidagi bir kunlik ma'naviy faoliyatga taklif qilamiz. Assalomu alaykum Gollandiyadagi barliq akalar, hadilar, fuqarolar, sanallar. Ombaq ballarımız sizlarni bir kunlik ahamiyatli faoliyatga chin ko'nglimdan taklif qilaman. Qo'llab-quvvatlanglarga ko'p rahmat. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Bir kunlik faoliyatga kelishni unutmanglar. Xo'sh. Assalamu alaikum, broers en zusters. Wij organiseren op 9 juni een groot evenement. Van voetbalwedstrijden tot aan workshops. Wil jij erbij zijn? Registreer je hieronder in de link en jullie zijn allemaal van harte welkom. Qerinchim, siz mi tizimlatmasanız, o mu tizimlatmasa? Faoliyatimizga 50 odam kelib qoladimi yo 500 odam kelib qoladimi? Zalni kichikroq zalni tayyor qilishimiz kerakmi yo cho'ng zalnimi? Inlerimiz, ballarimiz, singlerimiz qancha odam keldi? Qanday faoliyatlarni tayyorlab qilishimiz kerak? Aziz qarindoshlar, faoliyatimizning taxmi sifatlik, radlik bo'lish uchun sizdan faqatlam 1 minutingiz lozim. Qo'llab berganingizlarga yanbirdan chin ko'nglimdan rahmat etaman.